Aytmoqchi, Husanga ana yoqtirgan sumkani olib olasan. Kerak emas, Kolyaga bergan pulingiz bor-ku, o'shandan orttirganim bor. Qanaqasiga ortadi? Mumkin degan zo'r ilova topib oldim. Bu yerda faqat aksiyadagi va chegirmadagi narsalar qo'yilar ekan. Xizmat ko'rsatishdan tortib, kiyim-kechaklargacha bor ekan. Aksiya qilgan do'konni telefon nomeridan tortib, lokatsiyasigacha qo'yishar ekan. Menga yoqadigan keshbek ham bor ekan. Mendan ham o'tgan pishqisana. Pulni ko'chadan supurib o'tganingiz yo'q-ku. Tejab ishlasam nimasi yomon? Rahmat senga. Sal arzonrog'idan olib turmabsan-da. Bu pulni keyingi oygacha bitkazishimiz kerak edi. Onangizga o'xshab arzon bir tanga qimmat narsa olishim kerakmidi? Ana, sarpamga qilgan materiallar hammasi yotibdi chirib. San guglayotganda kambag'alligimni yashiruvmidim? Hammasini bilib tekkansan o'zing. Adashgan ekanman. Bunaqa noshud, bunaqa lattaligingizni bilganimda tegmasdim. O'shir! Yo'qol. Yo'qol! Haydamasangiz ham ketaman. Sizga o'xshagan odam bilan bechara bo'lib yashaganimdan ko'ra ketganim yaxshi. Nimaga bezovtasiz, dadasi? Ha, yo'q, yaxshiman. Birinchi turmush o'rtog'ingizni ko'rganingizga ham Qiluvdingmi? hech narsani o'ylamang. Nima bo'lgan taqdirda ham men sizga ishonaman. Siz dunyodagi eng yaxshi ideal insonsiz. Boringlar.